Hammaga salom o'rtoqlar. Sizlar bilan professor Erik Haydar. O'rtoqlar, xabarlaringiz bor. Anchadan beri Barselona muxlisiman. Iyundan tashqari o'sha Barselona ham juda ko'p aksiyalarni sotib olganman. Lekin jahon chempionatiga mana Italiya ham chiqolmadi. Italiya aynidi. Nimaga aynidi? Eldor Shomurodov Italiya chempionatiga ketgandan keyin bo'ldi. Italiya chempionati ham, termasi ham aynidi. Bitta narsa o'shanday turibdi. O'sha, ya'ni Italiyani kekslar. Bu italyancha maza, italyancha kekslar bilasizlar. Tayyormisizlar? Bo'lmasa zavodga boramiz. Ketdik. O'rtoqlar, mana sizlarga aytgan joyga keldik. Zavod to'liq avtomatlashtirilgan. Avtomat deganini otadigan degani emas. Bu mana bunaqangi avtomatlashgan liniyalar haqiqiy tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan. Halol sertifikatga ega. Va yegandan keyin qarang. Bo'ldi. Mahsulotlarning har biri sifat nazoratdan o'tadi. Undan tashqari diqqat qilamiz. Bu kekslarda 10 dan ortiq turi bor. Ustidagi mana ichidagi shokoladlar, nachinkalar bor, bular hammasi o'sha chetdan keladi. O'rtoqlar, ko'rdingiz, mahsulotning sifati haqida gapirdim. Endi mana ko'rinishni ko'ryapsiz. Bu hali faqat yosh bolalar uchun emas. Bu 7 yoshdan 70 yoshgacha ota-onalar, buvijonlar, ya'ni xohlagan odam yesa bo'laveradi. Sababi tabiiy mahsulot, haqiqiy italyancha maza, italyancha ta'm. Orqamda turgan tanani ko'ryapsizlar, bu ABB robot deyiladi. Italiyadan keltirilgan, O'zbekistonda yagona robotlashtirilgan texnika. Nilo kekslari mana ko'rinishdan, mana bunaqangi ko'rinishga kelguncha, xullas 0 dan 100% ga holatga kelguncha umuman odam qo'li tegmaydi. Buni faqatgina o'sha Italiyadan kelgan robotlar o'zi qilib, tayyor mahsulot qilib chiqaradi. To'g'ri ko'rib turibsizlar. Bilasizlar, xana-xuni mayda-chuyda mahsulotlarga aralashmaydi. Men seryozni Nilo kekslari 10 xil mahsulot. Buni 7 yoshdan 70 yoshgacha odamlar yesa bo'ladi. O'zim ham yedim, maza. Mashinada yuradi endi bugundan boshlab. Nilo desalaringiz, O'zbekistonda har qanday magazin do'konlarda bor. Sizlar bilan Erik Haydar Nilo.